er namoz o'qisa, ayol namoz o'qimasa, yo ayol o'qisa, er o'qimasa, ko'rpada bitta hayvonman yotgandek bo'lar ekan, Xudo saqlasin. Shuning uchun kuyovonlarimizdan so'raymizki, kelinlarimizdan, opa-singillarimizdan ibodatga mahkam bo'ling. Bu ibodat bir zotni olim ekan, ulug' zot ekan. Qayerda ma'ruza qilsa aytar ekan: "Ey birodarlar, o'likka yig'lamanglar, o'likka yig'lashlik, sanab yig'lashlik gunoh" derak. Tasodif o'zini 16 ga kirgan farzandi vafot qildi-da. Katta chorsini baylab dod deyotgan ekan. Xalq ta'sir o'likka yig'lamang derdi, nima yig'layapsiz desa, o'g'limi o'lganiga yig'lamayapman, sajda qilmay o'tib ketib qoldi, shunga yig'layapman degan ekan.